desam ko'nglim to'lardi dardu dilim Allah bilardi ota desam ko'nglim to'lardi dardu dilim Allah bilardi yo'llarim ham oydin bo'lardi sizga o'g'il bo'lib onajon sizga o'g'il bo'lib onajon yo'llarim ham oydin bo'lardi sizga o'g'il bo'lib onajon yomon qo'shiq aytganlarim bor yolg'on qo'shiq aytmadim zinhor yomon qo'shiq aytganlarim bor sazovor sizga o'g'il bo'lib onajon sizga o'g'il bo'lib onajon sizga o'g'il bo'lib onajon so'radimmi men sizdan dunyo ko'rasizmi yo sizni sevib qolganim uchun yorim bo'lib go'zal sizni sevib qolganim uchun go'zal oshiq bo'ldim sizga go'zal yosh bilsam menga yurmasga bir sevganim bor demasga hayotimni ilarchi
Bir kırdım ısındım yüreğimin yarası. Bana bak çıkıp kahrası. Kaptanımız aklınca kaçtayım ben. Sevip kaldım ben seni. Bilmem yarası. Kaptanımız aklınca kaçtayım ben. Sevip kaldım ben seni. Bilmem yarası. Sevip kaldım ben seni. Sevip kaldım ben seni.
davası yok. Nahotki bilmasam navbatning davası yok. İşleringdan qadrini Chiqsa bilasan, tushgan odam. Chiqsa bilasan, tushgan odam. Chiqsa bilasan. Bir so'nggina ko'rsam bo'lmoq yoningda kipriging titrab kuzatsan degan to'y bolamiz bilan birgalikda do'stlar, kelinglar bolachalar. Kelinglar bolalarimiz. To'y bolamizning do'stlari, davramizga chorlab qolamiz ustozlari bilan birgalikda. Marhamat. Albatta bugungi kunimiz sababchilardan biri to'y bolamiz, do'stlari, sinfdoshlari, marhamat davramizga ustozlari bilan birgalikda albatta bugungi shodiyanamizda o'zlarining yaxshi istaklarini bildirib, sho'x qo'shiqlarimizga sakrab o'ynab berasizlar, keyin sizlarga ruxsat beramiz ekan kattalarimizni talab va istaklariga binoan. Kelinglar, bolajonlar, marhamat. Qaysi uy? Ozodbek Nazarbek. Qaraysan. O'rtog'ing tabriklaysanmi? To'y bolam o'zimi? Bilmagandan keyin shuda. Qani o'rtoqlaring? Chaqirmayapman. Kel. Nega uyalib turibsan? 6-she'r so'rasa aytib berasan-ku, to'g'rimi? Bu yerda ham aytib beraver. Hop, tabriklaysan-da unda. Mana. Saydon, yuzga kirib yur. Yaxshi, shunaqa to'ylar yana bo'lsin, yana biz ketdik. Chiroyli qarsak chalib qo'ysin. Hamma nomidan gapirdi, adashmasam, ha. Endi sizlarga chiroyli qo'shiq qilib beraman, raqsga tushasizlar, marhamat. Davraga to'y bolam do'stlari ketdi.
Sevip
Andijon qo'ldan sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kafelar ham qimillab ketdi, sakrab o'ynaganinglarda. Marhamat, joylar. Nima qilyapsiz? Lagan bor, mana bu yerda bor lagan. Tagida. Qara, ispoqlarga ketdi. O'tirlar. Kechga kaptan ol. Maska. Xudolar ketmang.
Oybek o'zi tushmaydimi? Hadi bir taraf kesin. Botir sal bunday tur. Ey Botir. Bu tepaga chiqib ketaman, telefonni ko'raman. Qasagilar ayolisiz mehmonlarimiz to'ylar borasida asosan kelishgan marhamat. Keling kuyovlarimizni taqdirmonlariga kuzatib qo'yilganmiz. Marhamat. To'ylari bobo. Sahrolaring har bir toshu har qoyanga bosh egib ta'zim aylasam, har bir xas bug'doy poyanga o'zga yurtda teng ko'rmasman, bir qatra nur bir soyanga. Ayt seni mendan ham ko'proq kim sevar ey ona tuproq. Avvalambor assalomu alaykum do'stlarimiz, mana shunday ajoyib koshonamizni o'zlarining fayzli nurli duolari bilan nigohlari bilan to'ldirib o'tirgan aziz mehmonlar va mezbonlar, barchangizga o'zbekona lutf bilan xush kelibsizlar deb qolamiz. Azizlar, bugun ushbu muhtasham koshonada, mana shunday ajoyib to'yxonada yana bir katta bayram, yana bir shodiyona. Boisi Saydulla Fazlullahning suyukli farzandi Oybekjon hamda ularning bugundan boshlab turmush o'rtoqlari, suyukli yorlari bo'lmish Odinaxonlarning nikoh to'ylari hamda qo'shaloq to'y, qo'shaloq bayram to'y bolamiz Said Olanbekning
to'ylari munosabati bilan yig'ilishib, diydorlashib turibmiz. Albatta shu fursatdan foydalanib, ikki yoshimizga, kelin-kuyovlarimizga kelajakda ajoyib baxt. Albatta shirindan shakar farzandlar tilab qolamiz. Toybolamizga kelajakda esa O'zbekistonimizning, vatanimizning faxrlanadigan yigiti bo'lib yetishlarini tilab qolamiz. Tilagamga qo'shilganlar guldiroz qarsaklarida chalib qo'yasizlar, aziz mehmonlar. Rahmat, qarsak chalganlarni xonadonlarda ham mana shunday to'y tomoshalar, bazm-jashlar bo'lib o'tsin. Azlar albatta o'zbekimning hech bir to'ylari, shodiyanalari, quvonchli kunlari qariyalar duosiz, ularning oq fatihasiz bo'lmaydi. Shuning uchun men hozir davramizga bugungi shodiyanamizda o'zlarining fayzli, nurli duolari bilan ochib berishgan so'zni Akmal akamizni davramizga chorlab qolar ekanmiz. Bugungi shodiyanamizda o'zlarining dil so'zlari bilan ochiq deya e'lon qilib beradilar. Marhamat, xonadon kattalari Akmal akamizni davramizga lutfan chorlab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ishchilar. Ochiq. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat, kelin-kuyovlarimizga o'tirishlariga ruxsat berildi. Bemalol taxtiravonlarini egallashlari mumkin. Azlar xonadon sohibalari umid bilan dasturxon yozishgan. Dasturxonda o'zbek milliy taomlari hamda Yevropa taomlari tortilgan. Marhamat, bemalol o'tirib taomlardan tanovvul qilib o'tirishingiz mumkin. Men esa sizlarga yoqimli ishtaqalar tilagan holda bugun sizni xizmatingizga shay va kamarbasta bo'lib kelgan san'atkorlarni tanishtirib o'tsam. Sohir ovoz hamda o'zlarining ajoyib kuy qo'shiqlari bilan elimizga, xalqimizga manzur bo'lib kelayotgan ustozoda san'atkorimiz. O'zimizning tumanda hamda ko'plab viloyatlarda xalqimizga manzur bo'lib kelayotgan estrada Fayz guruhining bosh stilisti Jamoliddin Inomov hamda estradamizda yolg'on yulduz bo'lib kelayotgan Kumushxon va albatta Kamina kamtarin boshlovchingiz Kozimbek Mamirov, siz azlarda xizmatingiz va e'tiboringiz markazida bo'lamiz. Men hozir davramizga estrada Fayz guruhining bosh stilisti Jamoliddin Inomovni chorlasamda, o'zlarining ajoyib kuy qo'shiqlari bilan siz azlarda dilingizni yanada xushnud qilsalar. Marhamat, san'atim kimlarni qila oldik buyuk. San'atim o'zingsan el ichida suyuk, san'atim fuqoning buncha ham kuyik dillarga o'z mehrin sochgan san'atim, nolasi olamni quchgan san'atim. Qarsagilar ostida estrada Fayz guruhi. Rahmat. Avvalo to'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun armon, marhamat. Yor-yorning ovozi kelyapti, suyganim kimga yor bo'lyapti. Yor-yorning ovozi kelyapti, suyganim kimga yor bo'lyapti. Umidim gullamay so'lyapti, tanishlar ko'chadan qaytyapman, men seni haliyam kutyapman. Gitsang topganday tengingni, ne qilay bekasi sevgimni, hayotga bir siltab yengimni. O'tyapman o'ttizdan o'tyapman, men seni haliyam kutyapman. Kutyapman, 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 men seni haliyam kutyapman. Kutyapman, 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 men
kutayapman. Aytyapman, men seni haliyam kutyapman, kutyapman, men seni haliyam kutyapman. Daryoning ovozi kelyapti, suyganim kimga yor bo'lyapti.
Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Barcha-barchalardan aziz mehmonlarimizdan 18,000 olim oshubi agar boshimdadir. Ne ajab shuni sarvinozim 18 yoshimdadir. Deysa bo'lg'aykim yana ham 18 yil husni bor. Husni shoki ul balolar kim? Kim qoshimdadir. Dar haqiqat O'zbegimning go'zal va latofatli qizlariga ko'z tegmasin degan kelinimizning dugonasi hamda kuyov taramizning qadri baland jo'rasini davramizga chorlab qolamiz. Marhamat, ikki guvohlarimiz kelinglar. Davramiz sizlarga muntazir. Bugungi kunimiz sababchilari, qirol va qirolichalarimizga yaxshi tilaklarni bildirib olasizlar hamda sho'x qo'shiqlarimizga bugungi shodiyonamizni yanada qizdirib berasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum do'stlarimiz, yana bir bor to'ylari muborak bo'lsin deya albatta kelinimizning dugonasi mehmon hisoblanganligi sabab ulardan birinchi bo'lib dil so'zlarini qabul qilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamatli to'yxonaga yig'ilgan aziz toshkentlik xalqi. Mana biz shu munosabatdan foydalangan akam aka-ukalarni hamda dugonamiz odonaxonlarning bir umr vaqt visolga kechib o'tayotganmiz. Shu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetib yurishlarini tilab qolaman. Sizlarga hamisha baxt tilayman, baxtli bo'linglar. Yana yillarda 5 to'ylarda ko'rish nasib qilsin. Baxtli bo'ling. Rahmat, sizlarga tilaklaringiz so'ziga ham xabar qilsin. Yaqinroq turasizlar, professional fotograflarimiz sizlarni tarixga muhrlash maqsadida tashrif buyurgan. Rasmga tushish bugun tekin. Faqat olayotganda pulini berasizlar. Marhamat, sizlar uchun qo'shiqlarimiz davomiy bo'ladi.
Davramizga hozir kuyov to'ramizni ammajonlari hamda toybolamizni ammajonlarini davramizga chorlab qolamiz. Kuyov to'ramizni ammajonlari Dilramaxon, Dildaraxon, Munojotxon hamda Kamolaxon. Toybolamizni ammajonlari esa Musalaxon hamda Vasilaxonni davramizga chorlab qolar ekanmiz. Marhamat. Toybolamiz hamda kuyov to'ramizni ammajonlari kelinglar, davramiz sizlarga muntazir. Bular kelgunga qadar toybolamizni validasini sinfdoshlarini davramizga chorlab qolamiz. Kelinglar, yaxshi do'stlarga bildirib olasizlar, keyin amma xolalarga beramiz. Kelinglar. Tabrik so'zlarini juft qilib o'tkazishga majburmiz, chunki tabrik so'zlarimiz ko'p. Kelinglar. Marhamat, kelinglar. Marhamat, ammajonlarimiz. Assalomu alaykum. Mana shu xonadagi bo'lgan aziz mehmonlar. Avvalambor mana shu xonadagi xush kelibsiz. Mana shu to'yni sababchilari bo'lmish jiyanim Oybekjon va kelinimiz Odinaxonlarni nikoh to'ylari munosabati bilan ularga baxt saodat tilayman. Kelgusi ishlarda omad tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin, sihat salomatlik tilayman. Yanagi yil 5 to'ylarga kelish nasib aylasin. Baxt tilayman, hamisha sog' bo'ling. Assalomu alaykum, mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun to'yimizning sababchilari bo'lmish Oybekjon va Odinaxonlarning nikoh to'ylari hamda Abrorni o'g'li Sardorning to'ylari bilan hammalaring xush kelibsizlar. Ikkala yosh qo'shla qarasin, kelasi yil 5 to'ylar Rahmat, tilagan silagan xabarat bo'lsa marhamat yonma-yon tarzda suratga tushib olasizlar. Ungacha toybolamizning validasini sinfdoshlari to'yinalari bilan tashrif buyurgan. Kelinglar. Boya davraga chiqib xiromaydigan opajonlarimiz kelinglar davramizga. Kelinglar bizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu to'yxonaga chiroyli koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mana shunday chiroyli dasturxon yozgan mezbonlar. Mana bugun sinfdoshimiz Sayyoraxonning o'g'illari Saydolimni to'ylariga tashrif buyurgan ekanmiz, sunnat to'ylariga. Bularga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Sahnada chiroyli bo'lib o'tirgan kelin kuyovlarga ham chiroyli hayot, go'zal umr, baxt va taxt tilaymiz. Toliydi. Sayyoraning o'g'li o'zi niyat qilganday, o'zi orzu qilganday chiroyli yigit bo'lsa, el yurt xizmatini qiladigan, hamma orzu qilgan chiroyli bir yigit bo'lsa, nimaiki niyat qilgan bo'lsa, barcha niyatlariga yetsin. Biz mana bugun sinfdosh qizlar nomidan tabriklaymiz. Xush kelibsizlar deymiz yana bir bor. Rahmat, to'yinalar topshirasizlar. Qarsaklar uchun rahmat. Faqat sinfdoshlar qarsak chaldi. Qolganlar jim o'tiribdi. Chalaveringlar qarsak. Tabriklar o'tirsizlar. Suratga tushib olasizlar. Marhamat. Professional fotograflarimiz sizlarni suratga olib qo'yishadi. Va albatta boya gap so'z isboti bilan degandek, ammajonlarimizni hamda toybolamizni, validalarini, sinfdosh do'stlarini sho'xga qo'shiqlariga chorlab qolamiz. Marhamat. Whoa.
Sarı
so'zlarimiz bor ekan. Tabrik so'z navbati xolajonlarimizni davramizga chorlab qolar ekanmiz. Xolajonlarimiz, kuyovlarimizni xolajonlari Zavraxon xolajonimiz hamda toy bolamizni xolajonlari Gulnozaxon, Salimaxon hamda Shahnozaxon xolajonlar. Kelinglar. Kuyovlarimizni xolajonlari hamda toy bolamizni xolajonlari davramizga chorlab qolamiz. Yaxshi do'stlarga bildirasizlar. Toy bolamizni hamda kuyovlarimizni xolajonlarini yana bir bor zikr etib o'tamiz. Zavraxon xolajonimiz, kuyovlarimizni xolajonisi hamda toy bolamizni xolajonisi xolajonlari Gulnozaxon, Salimaxon hamda Shahnozaxon xolajonlar. Kelinglar. Davramiz sizlarga muntazir. Menga bo'lmaydi bu inson, men onamdek bo'lib qolgan bu inson. Do'lavoyligimizdan bizga harflarni o'rgatib, harflarni tanitib dars bergan inson mana shu inson bo'ladilar. Men ko'p gapirishimga ham shu inson sababchi. Gapdan bo'lishimga ham o'zi uyatchang bola bo'lganman maktab paytida. Uyalmay gapiravergan paytda she'rlarni keyin o'qib tashladik-a. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim toy bolamiz boya ta'kidlab o'tganimizdek vatanimizga kerakli inson bo'lib yetsin. Endi tabrik so'zda qolganini o'zingiz chiroyli qilib e'lon qilasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana shunday ajoyib davraga. Mana bugungi kechamizning sababchilari Oybekjon va kelinimiz Odinaxon hamda nevaram Saydon. Mana shunday xatna to'ylarda va iftor oqshomlarda qatnashar ekanmiz. Mana shu yerda o'tirgan barcha qo'lay ko'zlar nomidan va shaxsan o'zimni oilamiz nomidan ularni tabriklayman. Hamisha sog' salomat bo'lishsin. Ota-onalariga munosib farzand bo'lib, chiroyli oila qurishsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Avvalo barcha yigit bo'lsin. Ilohim inson bo'lsin, olim bo'lsin. Xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ibratli farzand bo'lsin. Sog' bo'lsin hammasi. Hammalar sog' bo'lsin. Hammamiz mana shu joyda o'tirganlar ilohim yana shunday kechalarda beshik to'ylarda o'tirish nasib etsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Shu yerda xizmatda yurganlarga iltimos qilib qolgan bo'lardim. Toy bolamizni tog'ajonisi Alisher akamizni davramizga chorlab qolinglar. Pastda ekan. Xizmatda yurganlarga iltimos qilib qolgan bo'lardik. Toy bolamizni tog'ajonisi Alisher akamizni davramizga chorlab qolamiz. Marhamat. Tabrik so'zni davom ettiramiz. Madridda yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar, jiyanim O'rnish Oybek va uning yo'ldoshi bo'lmish Odinaxonlarning baxtli oqshomida o'tirar ekanmiz. Men ularga sihat salomatlik tilayman, baxtli bo'lishsin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli qo'shinga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bugun Oybekjonlarning misol oqshomi hamda jiyanim Saydonimizning xatna to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Ularga baxt, omad tilayman. Oybekjon, baxtli bo'ling. Saydonim elga yurtga xizmat qiladigan polvon yigit bo'lsin. Baxtimizga to'y yasab kelgan bog'alarimiz omon bo'lsin. Onamiz yuzga kirib hammamizga bosh bersin. Singlim ham kuyovim bilan baxtli hayot kechirsin. Assalomu alaykum. Mana shu chiroyli oshxonaga yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun pochcham bo'lmish Abror pochcham ukalari va o'g'illarni sunnat to'ylari ikkala bir er yurtni koriga yaraydigan, vatanimizga bir eng foydasi tegadigan yoshlarni chiroyli bir kechasida o'tirgan ekanmiz. Ularga dunyodagi eng yaxshi tilaklarni tilab qolamiz va kelajakda Saydonim kamida harbiy askar yoki bo'lmasa polvon bir el yurtning koriga yaraydigan yigit bo'lib baxtli bolalar ilohim yoshlarimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli qo'shinaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchilari Oybekjon va ularning bugundan boshlab umr yo'ldoshlari Odinaxonlarning nikohlari kechasi hamda jiyanimiz Saydonlarning xatna to'ylari munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Men ularga baxtdan tap, yoshlarga shirindan shirin farzandlar tilayman. Jiyanimga ham baxt tilayman. Katta yigit bo'lsin, katta korxonalarning egasi bo'lsin. Bo'lmaganda mana shu tog'alarida, mana 4 ta tog'asida
yaxshi elga xizmat qiladigan, mana Alisher akamdek davlat xizmatida yuradigan katta yigit bo'lsin. Opacham bilan po'chamga ham baxt tilayman, shu farzandlarni rohatini ko'rsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. 2 yosh baxtli bo'lsin. Oilajon baxtli bo'ling. Jiyanimiz ham katta yigit bo'lib, mana shu ota-onasiga, vatanimizga xizmat qilgan katta yigit bo'lsin. Rahmat. Gapirasan? Gapir. Avvalo, Saidov akamni to'yga kelganlarga rahmat deyman. Meni akam katta ishlarga kirib yursin. Ilohim. Aytganingiz. Qarsak bir guldiras nasib chalib qo'yasizlar. Tabrik so'z bo'laman, qarsak chalaveringlar aziz mehmonlarimiz. Endi suratga tushib qo'yasizlar. Bir-birlariga yaqin turgan holda to'y bolamiz volidasi qani? Saylaxon obujonimiz qanilar? Keling, davramizga chorlab qolamiz. Marhamat. Saylaxon obujonimiz, keling. To'y bolamiz volidasi. Ular bilan birgalikda suratga olib qo'yasizlar. Professional fotograflarimiz, marhamat. Davramiz markaziga joylashib olasizlar. Marhamat.